أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي ھەقىقىي مەلىك degan kim endi qarindoshlar? İnsanның içinden ھەقىقىي مەلىك kim? ھەقىقىي padişah kim? O özünün havayı hevesini kontrol kılgan, özünün havayı hevesiga ega bo'lgan, hergiz havayı hevesinin kulu bo'lmagan kishi ھەقىقىي padişah insanның içideki. Öz nefsiga esir buluştan qutulgan, azat bo'lgan, bundaq bir mümin, bundaq bir kishi ھەقىقىي padişah. Allah subhanahu wa ta'ala Sure Yusuf'ta şundaq deydi. Sure Yusuf'ta Yusuf aleyhisselamның duasını bizga naql qilib, bizga so'zlab berib Allah shundaq deydi-ki: Rabbi qad ataytani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatiras samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ey Rabbim, Parvardigarım, bana hakikaten sen mülk ata kıldın dedi. Ataytani minel mulk. Mülkten ata kıldın. Bana padişahlık ata kıldın. Üç tabirini öğrettin bana dedi. Üç kandak tabir birleşini bana öğrettin. Ey asmallarını ve zeminini örneksiz, misalsiz yaratquchi zat ey Allah, dünya ve ahirette mening egam sen dedi. Sen mening egam. Ente veliyyi fid dunya vel ahira. Sen mening dünya ve ahirette egam sensen ey Parvardigarım. Tawaffani muslima. Meni musulmon holatimda, musulmon petishi meni vafattab turgan, musulmon holatimda jinimni ag'in va alhiqni bis salihin va meni salihlarga qo'shqin, salihlar qatorida qilgin deb Yusuf alayhissalomning Allohga qilgan duosini Qur'oni Karimda tilg'aldi Allah subhanahu taala. Bu oyat nayt inchik oyat qarindoshlar. Yusuf aleyhisselam bu yerda Allah subhanahu wa ta'alani o'ziga mulk ato qilganligi bilan sifatladi. Rabbi qad ataytani minal mulk. Menga mulkdan ato qilding ba'dan deb. Allohning uningga mulk ato qilganligi bilan sifatladi Allohni. Xo'sh, Allah subhanahu wa ta'ala ajiba qaysi mulkni ato qilgandi Yusuf aleyhisselamga? Belki o'ylashinglar mumkin. Allah subhanahu Yusuf aleyhisselam o'z vaqtida Misrninki butkul xazinasi xazinening 5 yil edi. Bugungi moliya ministeridan hamda. Bu Misr xazinasining hammasining bosh ustida Yusuf alayhissalom bor deb o'ylashinglar mumkin. Ammo ko'pincha tafsir ulamolari bu oyatni qanday tafsir qilgan deganda, ular deyishganki, yo'q. Yusuf alayhissalomga Misr xazinasining ochqushi, Misr xazinasining ustida bo'lganligi uchun Yusuf alayhissalom bu yerda qad ataytani minal mulk deb duo qilmagan deb shuna degan. Tafsir ulamolarining ko'pinchisi. Nima degan desa, balki Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhissalomga haqiqiy mulk ato qilishlik, haqiqiy podshohlikni ato qilishlik. Endi bu mulk bo'lsa, ya'ni insonning biror davlatninki xazinasining ustida bosh, xazinasining ustiga kelishi, barliq bu moliyaninki ustiga o'tishi bir insonninki. Bu mulk bo'lsa, bu yo'qolib ketadigan 4 kundan keyin dunyo hayotidan keyin tugaydigan bir mulk. Mulkun zail deb tafsir shunday deydi bu yerda. Bu yo'qug'ichi, yo'q bo'lg'ichi bir mulkdir bu. Dunyoda berilgan, dunyo hayotida qilingan narsa. Yusuf alayhissalom yani shu Misr azizininki ayoli uning qishig'i uni o'ziga chaqirib haytalak deb chaqirgan vaqtida ma'azalloh degan shu so'zini deyish bilan buni ato qilganligi, o'zining nafsiga ega bo'lganligi uchun bu kuch-quvvatni Allohning ato qilganligidan sen menga haqiqiy mulkni ato qilding ey Rabbim deb Robbiga andoq duo qilgan deb bu shaklda tafsirlaganda. Yani bu çünkü bir insonninki o'z nafsiga ega bo'lishi, o'z nafsini kontrol qilishi qila olsa, o haqiqiy malik, o haqiqiy padishah, haqiqiy ega bo'lgan kishi o'dir. Shahvatlariga qo'mondonlik qila olgan kishidir.
Öz nafsimizni agarda yaxshilikqa boshlay olsak, kontrol qila olsak, yaxshilik tarafga haydab manga olsak, biz haqiqiy malikmiz, biz padishahmiz, biz qarindoshlar. Biz qarindoshlar. Shuning uchun agarda bizning nafsimiz dal aks tushib qilib, nafsimiz bizni shu shahvatlarga, zalolatlarga, jinoyatlarga boshlab mangsa, bizni bu yerga haydashilib mangsa, haydab mangib qolsa, bu vaqtida biz malik emas, balki mamluk, biz qul aylangan bo'lamiz. Qul bo'lgan bo'lamiz. O'z nafsimizga, o'z shahvatimizga, o'z havoyi havasimizga qul bo'lgan, buning patqoqchiligida petirqab yurgan kishilardan bo'lib qolamiz qardoshlar. Shuning uchun vashattana bayna an takuna malikan va mamluka va bayna an takuna mamlukan. Bir insonning malik bilan bo'lib, padişah, malik bo'lishi bilan mamluk qul bo'lishining o'rtasida osmon zaminlarcha farq bor qarindoshlar. Ikkinchi dunyo urushida nurg'unlagan qalblarni qo'lga keltirgan Yevropaninki cho'ng, katta boshlardan biri shunday bir so'zi borda, uning hech unutilmaydigan shunday bir so'zi bor. Shunchalik nurg'un qalblarni qo'lga keltirgan bir qo'mondonning so'zi. Shunda deydiki, malaknal alam va lam namlik anfusana. Nahnu di'afun amama anfusina. Biz dunyoga ega bo'ldik. Dunyoni bo'ysundirib, nurg'un qalblarni qo'lga keltirdik. Ammo biz o'zimizga ega bo'lmadik deb shuna degan. O'zimizga ega bo'lmadik. Biz o'z nafsimizning oldida ojizdik biz. Ojiz deb shuna degan. O'ylab boqaylik, nurg'unlagan jamiyatda nihoyat kuchli o'rni va xeyli cho'ng ishlarni qilgan, cho'ng ta'sir qo'zg'agan, cho'ng shaxsiyat kishilarningki. Bir ayol kishining oldida yoki o'zi bilan ishlaydigan bo'lsin, bir ayol kishining oldida shuning fitnalariga erib ketib, shuning fitnalar bilan tugagan, shuning oldida vayron bo'lgan, shunday kishilarni, shu voqeliklarni ko'rgan bo'lishimiz yoki anglagan bo'lishimiz mumkin. Bilgan ko'p anglaymiz bu ishlarni axborotlarda. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب أنا العبد الذي